Yaxshimizlar do'stlar, bugun sizlarga 9 go'hardan limon sharbati chayi tayyorlashni huzuringizga sundik. Buning asosiy manfaati qon besim, qon quyuq, qonda moy bor, jigarni isig'ishib ketgan, ham jigarni moy qoplab ketganlar uchun yaxshi manfaat qildi. O'ruqlaydiganlar uchunmi va ter go'zalligini saqlab qolish uchunmi yaxshi bir ichimlik bo'la oladi. Buning ketadigan asosiy materiallar 2 dona limon, muvofiq miqdorda shakar, ham og'zi him etiladigan aynoqqacha. Aldı bilan biz limonni sirtqi po'sti bilan pokiz yuvib olamiz. Ondan yancha holatda nefis to'g'rab, bir qachiga selib, tayyorlagan shakarimizni mushi to'g'rab olgan limon yaproqchasining ustiga to'kib, toki shakar erib bo'lguncha aralashtiramiz. Quyi qora qalat kelganda to'xtatib, aynoq qachiga qo'yib, og'zini him etib, to'nglatqining sovuq saqlash bo'limchasiga qo'yamiz. Har bir qatim ishlatganda stakonga 3 cho'ng qo'shiq selib, qaynoq suvni quyib yoki yaxshi ilashtirib iste'mol qilsak bo'ladi. Yoki odatdagi o'zimizning choylarga selib ichsak ham bo'ladi. Limonga solgan shakar bak oz bo'lib qolmasin. Yana birsi limon yuvgan chog'da cho'qim pokiz yuvishimiz kerak.